Yevropa mamlakatlarini ichida men ko'rgan eng ajoyib davlat, dalnabo'yishlar uchun eng qulay sharoitlarni yaratib qo'ygan davlat bu Fransiya. Fransiyaga teng keladigan davlat men ko'rmadim Yevropa mamlakatlarining ichida. Bepul hojatxonasi-yu, o'yingohlari-yu, bolalar o'yingohi, dam olish joylari, pikniklar, hamma sharoit shunchalar ajoyib qilib qo'yilgan. Ta'rifga til ojiz sharoitlari. Bular hammasi xalq uchun bepul. Manzarani qarang. Manzara shunaqangi chiroyliki, asli qo'yaverasiz. Piknik qilaman desangiz ham hamma sharoit mujassam. Yana eng balanddan bemalol O'rta Yer dengizini tomosha qilib o'tiradigan joylar. Mana O'rta Yer dengizi. Dengiz bu tomonimiz. Bizim mashinalar pastda, furalar. Manzara ajoyibmi? Kim havas qildi? Havosi juda ham toza. Dalnabo'yishlar. Birin-ketin mana shunaqa joylarga to'xtab dam olishadi. Bu tomonimiz dengiz, O'rta Yer dengizi. Mana xalq qanaqa joyda yashayapti. Aylanmoqchi bo'lsa, dengiz oldiga pastga tushmoqchi bo'lsa, pastdan borilaveradi. Muammosi yo'q. Sharoit mana shu. Ko'rib turganingizdek, hammaga, niyat qilganlarga, orzu qilganlarga nasib qilsin. Sog' bo'ling. Allohga omonat.